Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, mol bozor, qo'y bozor ishqibozlari. Akalar, hayvon Namangan shahar Yoshlik baraka bozori, hayvon bozorining an'anavalari bilan tanishtiramiz. Xudo xolasa bugungi hafta kuniga yakshanba 6-aprel tanasida hayvon bozori narxlari bilan tanishtirib o'tamiz xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa bugungi qo'y bozori, mol bozori narxlari bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Mana shu yerda mana sovliqni qo'chqorni savdo qilishyapti aka. Uni ham yaxshisi bo'lsa, men qiziga bo'lsa. Og'ayna bu qo'chqor nech pul deyapsiz? Bular ne to'ra? Ha, 6 million bo'lsa ketadi. 6 millionga baraka deyapsiz. 50 pul bo'lyapman, 55. Bo'yini o'lchab ko'rmadinglar? O'lchamadigan. 90 oshiq, 90 oshiq ekan akalar. 90 kilos ekan. Tish chiqqanmi buni? O'zi ekanmi? Rahmatulloh Uskanali. Obuna bo'lib qo'yasizlar, kommentariyani yozmaysizlar. Akalar, navbatdagi xo'ramizda Doniyorbek og'aynimizning qo'chqorlari, go'zallardan, badallari, semizlardan olib kelib qo'yibdilar akalar. Do'stim, bular qayda qo'yi? Bular Qirg'izistonning qo'yi. Qirg'iziston. Tag, ha, qo'zi. Uyda boqib turilgan. Ha, shayda boqib turilgan qo'ylarni olganlar Dehqon akamizdan. Narxi nech puldan deyapsiz bularni? 53 dan tanlab olishora. 5 million 300 ming so'm. Yo, bir joyga kelishtirib ham aytingchi endi. Bir joyga bo'lsa yana o'tiramiz-da. 5 pasda bitadi, xudo xolasa bir joyga. 5 pasda bitmaydi. Taroziga ham bor, ha? Taroziga ham bor. Kelishilgan holat aloqa chiqishaveradi. Akalar, taroziga ham beraveradilar. Qo'ylarni veslari ham zo'r, xudo xolasa. Chiroyli boqish xudo xolasa. Akalar, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Qo'ylar yana davom boradi bularda. Mana shu 12 dona. 12 boshqa bular o'zi, ha. Bo'l, nomerlar aytib qo'ying. 93lik, Hop, 676, hop. 16. 16. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ha, dastlabki xizmati O'zbekiston bo'ylab. Bo'ldi, gap yo'q. Shayda qo'ylar savdo qilishyapti. 34,5 ga bermaydi. O'tib ketdi. Berman uni. Qorasinimi? Ikkalasi. Ikkitasini. Nech pulga aka buni? Men 7 million bering dedim aka. 67 bin. 67 bin. 6 million. Beray endi. Bering. Bundoq. Qo'chqor ikkitasiga. 100 ming tushib beradi demayman. 200 ming kamiga olasizmi? Ha, 34dan 3 yoshi katta qo'y. 67 ga bering, yaxshi so'rabdilar aka. Men qo'yam qarangda. Barakasini bersin. Olgan odam ham bir maza qilib boqsinlar. To'xta. Ikkitasi 6 million 700 ming so'm savdo bo'lyapti akalar. Qo'z qo'chqorlar. Bir 8 oy 10 oylik atrofida uzog'i. Keling. Baraka. 6 million 700 ming so'mga baraka bo'ldi. Buyog'i Qo'chqor bozori akalar. Yaxshi qo'ylar ekan mana shu. Ikkitasini oldingizmi aka bular? Nech pul bo'ldi? 3tasi. 13 million? 3tasi 13 millionga baraka bo'libdi. Mana Qo'chqor hammasi. Badallari ham yaxshi holatda ekan, xolasa. Sog'liq qo'ylar bozoriga bir o'tamiz, o'rnashtirib. Savdo bo'lyapti-ku shunday. Aka 3tasiga berdingizmi yo siz sotyapsizmi? Yo'q, mana bittasini olyapman. Mashinasini. 4 million 300 ming so'm. Bo'g'ozmi? Ha, bu yilgi o'tgan yilgi bo'lasa, ha. Yaxshi, 4 million 300 ming so'm savdo bo'lyapti akalar mana shu. Aka qaysiga pul berdingiz? Mana shu qoragami? Qisirmi? Qisir. Nech pul? 3 million 250 ming so'm savdo bo'ldi akalar mana shu. Qisir sog'liq ekan. Ya bu qo'zlar qo'chqormi, urg'achimi? Bitta qo'chqor, bitta sog'liq. To'rtta-yu bu yerda. Sariqlar, ha? Ha, sariqlar. Sog'liq. Ha. Buni ikkita qo'chqor. Ha. Bitta urg'achisi bor ekan sariq, ha? Qolgani qo'chqor ekan-da. Nech puldan narx aytyapsiz? 2 million 400 mingdan. 2 million 400 ming. Kami bor. Narx kutib turgan nech pul bo'ldi aka bir?
To'rovini bir savdogami? Bir savdoga. Berganingiz yo'q. Bitta sog'liq, 4 ta qo'chqor. 1 million 900 dan. To'g'ri. Buni ham boshladingizmi? Akalar bir jup ko'mizning sog'liqchalari bor ekan, sariq sog'liqlardan go'zal ekan, Alloh xohlasa. Nech puldan bular Tolibjon? Bo'ladi ekan bitta degan. 2,5 dan 5 millionga beraveradi. Ikkita. 2,5 dan 5 million bo'lsa beraveradi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, ona bola ekan bular. Qo'chqor hammasini bolasi. Onalarini tishi qanaqa yoshi? 6tadan. 6tadan, cho'ya. 3-dan bolasi, ha? 3ta bola ham qo'chqor, sariq olma budor ekan mana aka. Budor ekan. Nech puldan narx aytyapsiz aka? 15 million 500 ming. 14 million. 14 million 500 ming. Aytyapti. Ha, savdo bo'lib turibdi. 3tasini. 14 million 500 ming so'm. 15 million bering. 15 ga beraverasiz. Bo'ldi. Nomerni aytib qo'ying bitta. 91 260 0907 ekan akalar. 3ta bolasi ham qo'chqor. 15 millionga 5 milliondan ekan beraverar ekanlar. Akalar, ona bola qo'ylarni bozorda yuribmiz. Mana ona bola qo'ylar ham bolalar ham ancha qo'chqor bo'lib qoldi. Aka, mana shuni onasi qaysi sariq? Asha o'zdulagan Hisor. Bunga arashan qo'shilgan ekan-da mana. Bolasi qirg'izni qo'ydan bu. Qo'chqor ekan bola, ha? Ona tishi nechta? 6 tish, 3-bola. Narx qanaqa bu? 8 million. Bo'ladigan raqam aytsanchi bitta. 7,5. 7,5. Bo'ldi. Yana kelishadi ancha bor. Aloqa chiqishaveradi xolasa. Bo'ldi. Nomerni aytib qo'ying. 93. Hop. 514. 514 511. ha 11. 11. Oxir 511 1191. 91 ha, bo'ldi. 1191 ekan akalar. Aloqa chiqarasiz, ammo go'zal ekan yana bu. Akalar, qo'zi qo'chqorni ertaglaridan mo'talagamiz qo'zlar bor ekan 3 ta. Nech puldan deyapsiz aka bular? 3,5 milliondan. Yosh oyligichi? Yosh oyligi necha oylikmi? 5-6 oylik, 5-6 oylik. 5-6 oylik, ha, quloqlari butun ekan-a. Nomerni aytib qo'ying. Hop, 492 hop. 0805. 805. Aloqa chiqarasizlar akalar, 3,5 milliondan kami bor deyaptilar.